Ayni damda esa dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi mamlakatimiz taraqqiyotining yaqin istiqboldagi strategik yo'nalishlari belgilab beriladigan, yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi tub islohotlarni yangi bosqichga ko'taradigan xalqimiz hayotidagi muhim voqea. Bugungi davlatimiz rahbari tomonidan yo'llangan murojaatnoma jamiyatimizning barcha qatlamida katta qiziqish bilan kutib olindi. Yurtdoshlarimiz televideniya, internet, radio va boshqa media axborot vositalari orqali Prezidentimizning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasini bevosita kuzatib borishdi. Xalqimiz o'z uylarida, mehnat jamoalarida, transport vositalarida ketayotgan bo'lsa-da, jamiyatimiz hayotining yaqin yillardagi taraqqiyot strategiyasini belgilab beruvchi muhim dasturiy murojaatnomani diqqat bilan kuzatib borishdi. O'zbekiston Milliy gvardiyasi Jamoat xavfsizligi universitetining anjumanlar zalida to'plangan professor, o'qituvchilar, ofitserlar va kursantlar davlatimiz rahbarining nutqida belgilab berilgan vazifalarning ijrosini ta'minlash bo'yicha o'zlariga kerakli xulosalarni chiqarib olishdi. O'z oldilarida maqsad va vazifalarni belgilab olishdi. Mamlakatimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash, xalqimiz tinchlik, osoyishtaligi uchun kadrlar yetishtirib beruvchi ushbu maskandagi bu kabi siyosiy faollik kelgusida soha uchun yetuk kadrlar yetishtirib berishda muhim omil bo'la oladi. Davlatimiz rahbari tomonidan yo'llangan murojaatnomada inson qadri uchun tamoyilni shunchaki shior emas, balki davlat siyosatining bosh mezoniga va kundalik hayotdagi amaliy natijalarga aylanishi ta'kidlab o'tildi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi jamoasi ham Prezidentimizning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasini katta qiziqish bilan kuzatdi. Xalqimizning ma'naviy yuksalishi yo'lida ilmiy va amaliy izlanishlar olib borayotgan ushbu dargoh mutaxassislari uchun murojaatnomadagi har bir yo'nalish kelgusi rejalarni belgilab olishda ustuvor ahamiyat kasb etadi. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida ilgari surilgan ustuvor vazifalar xalqimizning barcha qatlamini, keng jamoatchilik va ekspert doiralarining katta qiziqishiga sabab bo'lmoqda.